Xo'p, boshlasak ham bo'ladi. Insonlar juda ham dangasa va bizning ko'pgina muammolarimiz sababi shunchaki erinchoqlikdan kelib chiqadi. Sog'lig'imizdagi muammolar, moliyaviy to'siqlar, hammasi erinchoq bo'lganligimiz uchun va o'sha challengelarni qarshidan chiqishga qo'rqqanimiz uchun ham ular kattalashib boradi. Va yana bir gap, agar siz o'zingizda qandaydir hayot loyihasi bo'lmasa, boshqalarning hayot loyihasi uchun ishlashingizga to'g'ri keladi. Bu ikkala gapni bir-biri bilan bog'lashimiz mumkin. Sababi bir-biri bilan chambarchas. Qachonki biz o'zimizni hayot loyihamizni boshlashga erinchoqlik va dangasalik qilayotgan paytimizda shunchaki majburiyatlarimizni qilib, boshqalarga ishlashimizga to'g'ri kelib qoladi. Sizni bo'sh vaqtingiz aslida hech qachon bo'sh emas. Siz qaysidir paytda boshqalarning loyihasi uchun ishlayotgan bir odamsiz. Instagram ko'rib o'tirganingizda boshqalarning loyihasi uchun ishlayotgan odamsiz. Telegramda shunchaki kim bilan yozishayotganda o'sha odamlar uchun vaqtingizni sarflab, ularning loyihasi uchun ishlayotgan odam bo'lib qolasiz. Ya'ni sizni o'zingizda mavjud bo'lgan resurslarning birontasi o'zingizning hayotingizga foyda olib kelmayapti, boshqalarning hayotini yaxshilashga ketib qolyapti. Shunaqa gaplar. Xo'p, bugun sizlar bilan yozish sizni qutqaradi darslarimiz orqali qanaqa qilib o'zingizni hayot loyihangizni boshlash mumkinligini o'rgatmoqchiman. Va bir narsaga va'da beraman va ogohlantirib qo'yishim ham kerak, sababi bu juda ham muhim. Bu video yozish bo'yicha, bloknot tutish bo'yicha darslik, hech qanaqasiga shaxsiy rivojlanish bo'yicha darslik emas. O'zimni shaxsiy rivojlangan inson sifatida da'vo qilmayman. Buni xohlamayman ham. Sababi men oddiy bir talabaman. Xo'p, oxirgi 3 yil davomida o'zim muntazam ravishda yozib kelganligim uchun va bloknot tutishni qanchalik darajada ijobiy natijalar bo'lganini ko'rganim uchun, amaliy holatda his qilib ko'rganim uchun sizga ham tavsiya qilmoqchiman. Va bu 3-video darslikni olishga va buni iloji boricha boshqalardan samaraliroq qilishga bo'lgan motivatsiyam oxirgi joylagan 2 video darsligimizni juda ham yaxshi prosmotr, yaxshi natija olib kelgani bo'ldi. Prosmotr deganda endi mashhurlik xohlayotgan deb o'ylamayman u. Shunchaki ko'pchilik odam, 100 dan oshiq odam meni bloknot tutaman, lekin farzandlarim borligi uchun, o'qishim borligi uchun, ishim borligi uchun tashab qo'yganman deydiganlar uchun bugungi video darslikda ularning muammosini hal qilishga harakat qilmoqchiman. Xo'p, qanday qilib yozishni yuqumli darajada odatga aylantirish mumkin? Yuqumli degani addiction. Har kuni qilasiz. Qilmasangiz bo'lmaydi. Misol uchun, odamlar bir kunda telefonini 144 martagacha tekshiradi. Bu fakt. Birorga odamlarda juda ham ko'p. 8 soatgacha telefon ishlatayotganlar bor. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar, telefon ishlab chiqarayotganlar, softverning orqasida odamlar shu darajada marketologlar, psixologlar kuchli ishlaydiki, bu narsani odatga aylantirgan. Men ham sizga bugun bloknot tutish bo'yicha 2 usulni o'rgatmoqchiman va bu sizni iloji boricha yozishga addicted qilib qo'yadi. Shunaqa. Xo'p, language uchun juda ham katta uzr so'rayman. Misol uchun, agar ko'cha tilidan ketib qolsa yoki o'zbek tilini noto'g'ri ishlatsam, o'z aslida uzr so'rashim ham hojat yo'q, lekin oranglarda oliy ma'lumotlilar bo'lsa va bu ularni jahlini chiqarayotgan bo'lsa, sizlardan ming bor uzr. Xo'p, qaranglar, birinchi usul haqida gaplashamiz. Bu shaxsiy biografiya yaratish usuli. Bilsanglar, juda ham ko'p buyuk shaxslarni, Steve Jobsni, Isaac Newtonni, juda ham ko'p kuchli odamlarni, tarix yaratgan odamlar haqida biografiyalar yozilgan. U biografiyalarni kim yozgan? Jurnalistlar va kuchli yozuvchilar yozgan. Men sizga bloknot yuritishda birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa o'zingizni hayot biografiyangizni o'zingiz va o'zingiz uchun yozishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi 2022-yili birinchi marta bloknot tutishni boshlaganimda, adashmasam yangi yildan oldin edi. Hammani o'zini hayotida yangi yil revolyutsiyasini qilgisi keladi. 1 yildan oldin, misol uchun, maqsadlar qo'yib tashlaydi. O'shanda yozgandim, $50,000 pul topaman degandim, o'zimga qanaqadir aksessuarlar sotib olaman, o'qishga kiraman, shunaqa narsalar bo'lgandi. Xo'p, u narsalar amalga oshdimi? Yo'q. Lekin o'sha bloknotga har kuni qilayotgan kichik progresslarim yozib borganligim uchun o'sha bloknotni hozirgacha saqlab qo'yganman. O'sha yili hech esimdan chiqmaydigan yilga aylangan. Xo'p, sizga birinchi qadam qanaqa bo'lishi kerak? Xo'p, o'zimda 4 xil bloknot bor. Bu yildan beri tutayotganim. Birinchisi ishim uchun,
Ikkinchisi, kundalik yumushlar uchun bu yangi o'rganadigan video darsliklardan, ustozlardan, kurslardan o'rganadigan bilimlarim uchun bu bo'lsa 2025-yilga polniy tutilgan kundalik maqsadlarimni yozaman va erishmaganlarimni belgilab ketaman. Shunaqa, siz shaxsiy biografiyani yozish bo'yicha birinchi qilishingiz kerak bo'lgan ish bitta yaxshi kundalik sotib olingda va o'sha kundalikka har kuni o'zingizga kichik missiyalarni belgilab boring. Tasavvur qiling, siz kinodasiz. O'zi aslida siz bitta kitobning ichida yashayotgan bosh qahramonsiz. O'zingizga xuddiki bosh qahramondek, xuddiki yoki ijobiy natijalar qilayotgan yoki salbiy natijalar qilayotgan qahramondek qarang. O'sha qahramonni qanaqa yashashini siz o'zingiz belgilab chiqishingiz kerak bo'ladi. Sababi bizning hayotimiz yaxshimi yomonmi, u qarorlardan iborat. Prosta qarorlardan iborat. Ertalab turishimiz, nechida turishimiz bu qaror, hozir nima qilayotganimiz qaror, biron bir yangi tilni o'rganishimiz yoki o'rganmasligimiz qaror. Siz o'sha qarorlarni har kuni kundaligingizni bitta sahifasini ochib belgilab borishingiz kerak bo'ladi. Yozing, ertalab yugurgani chiqaman, 15 bet kitob o'qiyman, telefon kamroq ishlataman deyishingiz mumkin. Iqtibos podkastidan bitta qismini ko'rib chiqaman deyishingiz mumkin, to'g'rimi? Do'stlarimga telefon qilaman, uydagilar bilan gaplashaman. O'zingiz ssenariyni yozib chiqing va o'sha ssenariyni yashang. Kechga borib bo'lsa 15, 25, 45 qoidasi bor edi. Bir oy davomida o'zingizga yozishni odat qilishingiz uchun birinchi 10 kunligida 15 daqiqa, ikkinchi 10 kunligida 25, uchinchi 10 kunligida bo'lsa 45 daqiqa davomida yozing degandik. 10 daqiqa kundalik kun davomida erishdingizmi, maqsadlaringizga erishmadingizmi, o'shalarni hisobotini yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bo'lgan qiziq voqealarni yoki hissiyotlaringiz haqida yozib boring. Bu sizga agar 6 oy davomida yozadigan bo'lsangiz, bitta bloknotingiz bemalol tugaydi va hayotingizni chartlarda ko'rishni boshlaysiz. Ya'ni grafikalarda hayotingiz ko'z oldingizga kelishni boshlaydi. Misol uchun, mart oyida agar 30 kun yozib boradigan bo'lsangiz, Ramazon oyi bo'lganda kunlaringiz qanaqa o'tgani, nimalarni his qilganingiz, hissiyotlaringiz bo'yicha, moliyaviy yutuqlaringiz bo'yicha yoki minuslaringiz bo'yicha hammasini ko'rib borsangiz bo'ladi. Hayotingiz shunaqa chartga o'xshab boradi. O'tmishga qarasangiz, bu oy, bu yili o'zimni shunaqa his qilgan ekanman, shunaqa o'tish davrida bo'lgan ekanman deysiz. Xo'p, bu kundaligingizni nomiga xohlasangiz meni sarguzashtlarim deb nom bering. Xo'p, endi ikkinchi usuli haqida gaplashamiz. Ikkinchi usulida endi siz ozgina o'zingizdan bilag'onni yasashingiz kerak bo'ladi. Achkinglarni taqib olib, sababi yozish bu o'rganish. Bu bundan boshqa narsa emas. Siz yozganingizda o'zingizni ichki dunyoyingizni, atrofdagi nimalar sodir bo'layotganini, hayotingizda nimalar bo'layotganini yaxshiroq tahlil qilayotgan bo'lasiz. O'sha tahlil uchun ham siz yozishingiz kerak. Endi biron bir ma'lumotni o'zingizniki qilib olishingiz uchun sizga yozish yordam beradi. Qarang, hozirgi holatingizdan A nuqtangizdan B nuqtangizga borishingiz uchun sizga qanaqa ko'nikmalar kerakligini bilib oling. Bu narsani o'tgangi darsda skill stack deb aytgandim. Ya'ni hozirgi Ahror 10 yildan keyingi hamma orzu qiladigan, o'zi ham orzu qiladigan odam, shaxs bo'lishi uchun unga qanaqa skilllar kerak bo'ladi. Bu skilllar har xil bo'lishi mumkin. Psixologiya, kommunikatsiya, ya'ni muloqot madaniyati, notiqlik bo'lishi mumkin. Soham bo'yicha marketing, sotuvni yaxshi bilishi mumkin. Ya'ni juda ham ko'p o'zim xohlagan hamma mahoratlarni bitta joyga yig'amanda, o'sha mahoratlarni endi bitta o'rganishni boshlayman. Xo'p, keling siz bilan birinchi navbatda psixologiya mavzusini ochamiz. Psixologiya mavzusini 30 kun davomida agar o'rganmoqchi bo'lsak, biz xohlasangiz ChatGPT dan so'rang, xohlasangiz o'zingiz qayerdandir research qilingda, psixologiyani eng boshlang'ich qismlarini 30 ta mavzuga bo'lib chiqing. Misol uchun, birinchi mavzu bo'lishi mumkin, nimaga biz qarorlar qabul qilamiz? Qarorlarimiz orqasida nima bor? Mavzusini ko'taring va o'sha bo'yicha YouTube dan, podkastlardan yoki kimdir blogidan yoki qaysidir bir kitobdan olgan ma'lumotlaringizni yozib boring. 30 kun davomida 30 ta mavzuni o'rganib, agar kundaligingizga yozib chiqadigan bo'lsangiz, xuddiki u ma'lumotni siz 10x ga miyangizga yaxshiroq muhrlab qo'ygan bo'lasiz. Bu nima deylardi ekan? Adashmasam bu o'sha learning on demand bo'lsa kerak.
balkim shunga yaqinroq narsadir. Ya'ni o'zingizda talab bor, o'zingizda qandaydir shu narsalarni bilishingiz kerak, sohangiz bo'yicha yokida yaxshi shaxs bo'lishingiz uchun. O'shaning uchun siz anavi yozishingizda shu mavzularni yaxshiroq yoritib, yaxshiroq o'rganib yozsangiz bo'ladi. Xo'p, bilmayman sizga bu ikkita usul qanaqa ishlaydi, foyda beradimi yoki yo'q, lekin shaxsan men o'zimga foyda berib kelyapti. 1-2 marta emas, oxirgi 2-3 yildan beri foyda berib kelyapti. Shu sababli sizga ham tavsiya qilgim keldi. Ishlatib ko'ring ikkalasidan bittasini. Agar o'zingizda boshqa qanaqadir foydali usullar bo'lsa, izohlarda yozib keting va boshqalar bu usulni ko'rib, misol uchun foyda oladigan bo'lsa, ular faqat mendan o'rganish shart emas, o'sha sizdan ham o'rganishi mumkin. Shunaqa. Xo'p, bu videomiz birinchi marta xuddi shu holatda olindi. Xato va kamchiliklar uchun uzr. Agar foyda olgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni va nomi nima edi? Like bosib qo'yishni unutmang. Shunaqa. Rahmat.